O'zbekiston Minecrafterlardan esa Raker, Artifact, Hacker va shunga o'xshash YouTuberlar qatnashadi. Videoni boshida aytganimdek, challengeimiz 7 hafta davom etadi. Har bir challenge videomizda videomizda YouTuberlar esa oxirida esa bomba challenge video bo'lib o'tadi. O'zbekiston Minecrafterlarni qo'llab-quvvatlash uchun esa kommentariyaga tushib Uzbek Silla deb yozib qoldirishni unutmaymiz. Yokida qaysidir YouTuber uchun dalda bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu YouTuberning nickini yozib, yoniga Silla qo'shib qo'ysangiz, ularga kichik bo'lsa ham motivatsiya bo'lgan bo'ladi. Qani unda biz videomizni boshladik. Demak, hammaga salom, sizlar bilan men Polvachon do'stlar va hamma salomlashadi. Yo'qmi, qanaqa ovozdan chiqadi cho'slar? Bo'ldi, yetadi. Короче, do'stlar emaslik yetarsa esa video boshlaydi. Videomizda do'stlar gapcha bo'lana olmaganimiz tufayli, ya'ni o'zimizda ham haqqoniy bo'lish uchun o'zimizning ya'ni O'zbekiston YouTuberlar ham umuman video gapiradi. Buni qo'yganim yo'q. Bu esa inglizlardan chiqqan g'oya bo'ladi. Bu mening shartim emas, bu inglizlardan chiqqan shart. Shuning uchun mayli deb rozi bo'lamiz. Endi bo'lsa, hamma berkinsin. Davay, let's go. Yo, hamma ketdi uje. Yo, odamni qaraydi. Va do'stlar, shu joyda sizga bitta narsa eslatib o'taman. Bizani bu videomizga barcha YouTuberlarni chaqirish juda ham muammo bo'ldi. Shuning uchun bu mehnatimizni qadrlagan holda videomizga hoziroq pastga tushib, arzimagan bo'lsa ham like-ni bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi men o'ylab chiqqan bu videomizdagi eng kichik YouTuber, ya'ni o'zim ekanman, ya'ni hozirda mening YouTube kanalimda 30 dan oshiq obunachi bor. Kelinglar shuni do'stlar tezroq 100 ga chiqish uchun bizga kichik bo'lsa-da yordam berish uchun hoziroq pastga tushib videomizga like bosing. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shunaqa videolarimizni chiqishini xohlasangiz bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi aytganimdek, videomizda qatnashishni xohlasangiz biz Telegram kanalimizdan obunachilarni aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir shuning pastga tushib, silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Yoki silkadan kira olmasangiz, Telegram qidiruv bo'limiga www.polo deb bossangiz ham kanalimizdan chiqazib beradi. Va videomizdagi ishlatilayotgan modlar bo'lsa, biz hammasini Telegram kanalimizga tashlaymiz. Shu yerdan bizning Telegram kanalimizdan, ya'ni modlarimizni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib, shuning uchun obuna qo'yinglar va Telegram kanalimizda birinchi bo'lib yangiliklarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Qani endi biz videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana YouTuberlarga berilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi bo'lsa biz shu futbol maydonidan ularni topishni ham boshlab olsak ham bo'laveradi. Xo'p, endi biz YouTuberlar hamma joyga tarqalib ketgan sababli biz sekin-astalik bilan bir chetdan tartib saqlagan holda, ya'ni tartibli bo'lib, adashib ketmaslik uchun biz sekin qidirishni boshlaymiz. Xo'p, bu yerda ya'ni to'riga boramiz. To'rida menimcha to'rdan boshlab sekin chap tarafdan, ya'ni shu maydonni polni aylanib chiqib, qidirib chiqsak, tekshirib, ya'ni yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, bu yer qandaydir blok ekan, buni menimcha hech kim tizib kira olmagan, yoki bizga bo'lsa ham qaytib joyiga qo'yib qo'ya olmagan. Xo'p, bu yerga kiradigan bo'lsak, bu ya'ni stadionning pastki qismi, ya'ni stullarning past joyi. Xo'p, endi biz bu yerda hech qanday qiladigan ishimiz ham yo'q va bu yerdan chiqib, yana tilim ham aylanmay qoldi. Bu yerda nechta YouTuber bor? Tushunmadim. Artifact. Qanaqasiga Artifact chiqdi? Do'stlar, O'zbekistonni qo'llab-quvvatlayotganlarga xabarim bor. Artifact ham o'sha birdaniga YouTuberlar o'rtasida challenge birinchi haftaligida chiqib ketdi. Bu bizga ancha minus bo'ladi, sababi men bu videoni YouTuberlar o'rtasida qatnashtirayotgan bo'lsam, baribir O'zbekiston YouTuberlar tarafman, lekin bizda birinchi bo'lib Artifact ham chiqib ketdi. Bor umidimiz esa qolgan O'zbekiston Minecrafterlardan. Xo'p, biz endi mayli yana qidirishni boshlaymiz, zato lekin inglizlardan ham bir qancha YouTuberlar ham chiqib ketdi. Bu bizga ancha yaxshi degani. Xo'p, mayli yana biz qidirishni davom ettiramiz. Xo'p, bu yerda qandaydir joy, lekin bu tepasi ham bor ekan, tepasiga chiqib ko'ramiz albatta. Hackerni ko'rdim, hozircha gap yo'q.
inglizlarda bir qancha youtuberlar birdaniga chiqib ketyapti. Yo Cash va bu ismi chiqib qoldi. Dream, Darkwavi, Sonic, Hacker ham chiqib ketdi ammo. Yo lekin bizga ancha yaxshi bo'ldi, sababi inglizlardan, ya'ni chet ellik Minecrafterlardan juda ham ko'p youtuberlar chiqib ketyapti. Bu bizga ancha yaxshi degani. Mayli, biz endi yana qidirishni davom ettiramiz, chang'ib qolmaymiz. Xo'p, va mayli, lekin O'zbekiston youtuberlaridan hali ko'p youtuberlar qolgan do'stlar, bu bizga ancha yaxshi degani. Shuning uchun do'stlar, boya aytganimdek youtuberlarni qo'llab-quvvatlash uchun esa hozir kommentariyaga tushib O'zbeksilla deb yozib qoldiramiz yoki shu youtuberning nikini yozib qoldiramiz. Va do'stlar, yana bir eslatma, bunday kontentlarni hali O'zbekistonda hech kim qilmaganligi tufayli hozir pastga tushib bu kontentimizni qo'llab-quvvatlagan va mehnatimizni qadrlagan holda hozir pastga tushib like bosib qo'yinglar. Chunki like bosish juda ham oson, lekin bunday kontentlarni qilish, buncha youtuberlarni bir joyga yig'ib to'plab, ular o'rtasida challenge'larni o'tkazish, bu juda ham qiyin narsa, hattoki nerealniy narsa hisoblanadi. Xo'p, mayli do'stlar, biz yana qidirishni davom ettiramiz. Bu qandaydir tepaga ikkinchi etajga, ya'ni ikkinchi qavatga chiqadigan joyga o'xshayapti va bu yerda kim MC Bigness, inglizlardan Odilboy Lider, Boqurchik Daring Dil naryoda yana do'stlar, yana birdaniga qancha youtuberlarni bitada to'xtashlayapmiz. Nahotki hech kim bir o'zi berkinmagan bo'lsa. Do'stlar, lekin to'g'risi bizga ancha yaxshi bo'lyapti, sababi ingliz youtuberlar birdaniga ko'p chiqib ketyapti. Sababini bilmadim, lekin qanaqa, lekin chet el youtuberlari O'zbekiston youtuberlariga qaraganda ancha yaxshiroq berkinadi deb o'ylagan edim. Xo'p, mayli, hech narsa qilmaydi, bu bizga ancha yaxshi. Yana mayli, ular bizning hozir tilimizni tushunishmaydi, shuning uchun bemalol kommentariyaga tushib O'zbeksilla deb yozib qoldiramiz. Bunaqa videolarni hech kim hali qilmagan O'zbekistonda, shuning uchun pastga tushib hozir like knopkasini bosib qo'yamiz. Agarda shu video like'ini bomba qilib tashlasanglar, ya'ni qanaqa 10 ka, 5 ka, bilmayman hozir qancha like qilishimizni, shuning uchun shunga qarab hozir biz kontentlar sonini ko'paytirishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlardan so'raladigan narsa like bosib qo'ying. Bu yerda editorlar quroli Power Studio va bu yerda kimlar? Shahin, mening shaxsiy, ya'ni Vibe Team komandasining asosiy youtuberlardan Shoxa Shahin chiqib ketdi. Bu bizga ancha yomon minus degani. Do'stlar, birdaniga hozir yana bir qancha, ya'ni 10 ga yaqin youtuberlar chiqib ketyapti. Bu nimasi axir? Vibe Teamning Discord serveriga qo'shilib qo'yishni tavsiya etaman. Bu Discord serverimizda yaqinda 1k ga ozgincha qoldi, 1k odam bo'lishiga. Hozirda serverda mana shu rasmni ko'rayotganingizdek shuncha odam mavjud. Kelinglar shu Discord serverimizga qo'shilib qo'yib, odamlar sonini 1k ga chiqarishga yordam berasizlar. Mana o'zinglar ko'rayotganingdek juda ham ko'plab youtuberlar chiqib ketdi. Challenge'imizdan bu bizga ancha yomon degani do'stlar. Nimaga desanglar, biz do'stlar o'zbek youtuberlarini ham va chet el youtuberlarini ham birdaniga ko'pini chiqazib tashlayapmiz. Sababi biz ularni topib qo'yapmiz. Nimaga bilmadim, yo'kida men shunchalik shu darajada sekin qidirayman ularni, shuning uchun olmayapman, lekin ular birdaniga bir joyga berkinib olishgan. Bu nimasi axir? Shaxsan o'zim shunday challenge da qatnashganimda men o'zim berkingan bo'lar edim. Sababi birdaniga bir qancha youtuber chiqib ketgandan ko'ra birdaniga bitta dona youtuber chiqqani ancha yaxshiroq menimcha. Xo'p, mayli, biz qidirishni davom ettiramiz va bu yerdan biz qidirib ham bo'ldik va biz ortga qaytib chiqamiz. Va do'stlar, mana shu yerdan mana biz videoni boshida shu yerga kirib ketgandik va chiqqanimizda 20, balkim 30 dan ortiq bo'lgan youtuberlarni topib tashladik. Xo'p do'stlar, va mayli, biz endi tepalarni qidirishni boshlaymiz. Tepalarda ham kimdir berkinganmikin? Hozir hamma joyni sinchkovlik bilan qidirishga majburmiz. Sababi bu joy unchalik katta ham emas, lekin kichik ham emas. Bu yer faqat futbol maydoni, boshqa yerlar yo'q. Asosan futbol maydoni va futbol tematikasiga o'xshash joylar mavjud faqat. Shuning uchun biz sinchkovlik bilan qidirishga majburmiz. Va do'stlar, yana bir eslatma bor. Biz bunday kontentlarni sonini ko'paytirish uchun kommentariyaga kirib, qanaqa video chiqarishimizni yozib qoldiring va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi
shular bo'lsa ham kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi ijtimoiy tarmog'imizdan bizni ko'proq kuzatasiz, shuni ham yozib qoldiring. Va do'stlar, bunday kontentlarni O'zbekistonda hali hech kim qilmagan. Bu kontentlar ideyasi, bunaqa kontentlarni faqatgina bizning kanalimizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Bunga o'xshash kontentlarni qaysi boshqa o'zbek youtuberlar qilsa, bilingki bu kontentlar g'oyasi mening kontentimdan chopilgan bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, hozir pastga tushib bu kontentimizni qadrlagan holda videomizga like bosib qo'yinglar. Sababi bunaqa kontentlarni hali hech kim uncha-unchasi qila olmaydi. Sababi bu narsa juda ham qiyin. Chunki buncha O'zbekistonni chet el youtuberlar yo'qda tursa, O'zbekiston youtuberlarini bir joyga yig'ish juda ham qiyin, ya'ni mushkul narsa. Biz shu darajaga keldikki, chet el youtuberlarini ham O'zbekiston youtuberlari bilan ham bellashish uchun chaqirib, hozirda challenge videomizga qatnashib berishyapti. Bu uchun ularga kattakon rahmat deb qolaman do'stlar. Inglizlar bilan qanday bog'landingiz desangiz, biz inglizlar bilan ijtimoiy tarmoqdan, ya'ni profillardan gaplashib, shartlarni tushuntirib qo'ydik. Ular bizning Discordimizga qo'shiling desam, qo'shilisha olmas ekan, bilmadim nimaga. Lekin do'stlar, biz ularga shu darajada ham kattakon rahmat deb qolamiz, sababi ular bizning videomizga qatnashib berishyapti. Hattoki menda hali 50 ga ham yetib bormagan bo'lsa ham, ular umuman kibrlik narsa yo'q ularda, hammaligisi mayli deb rozi bo'lishdi. Va xudo xohlasa keyingi kontentlarimizda ham ularni kutib qolamiz va kommentariyada ham yozib qoldiring, qaysi chet el youtuberlarni kuzatasiz va qaysi chet el youtuberlarni qo'shishimizni va O'zbekistondagi qaysi youtuberlar qolib ketdi. Shuni ham kommentariyada yozib qoldiring, balki ular bilan biz ham bog'lanib ko'rib, keyingi videomizga qo'shishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi mayli, ko'p ham gapirib yubordik. Endi biz bu yerdan bu yer qanaqa joy o'zi, bu yana bu o'tiradigan joymi desam, yo'q, narada kimdir yuguryapti. Yo, chetda yugur. Umar Blade Yasekon ko'rdimmi adashmasam? Master Klaus Smart Boy. Yo, kimni qochib ketyapti narada? Yo, do'stlar. Bu yerda esa boshqa youtuberlar qochishyapti. Yo. Va u yerda Mezos va biz pastga tushamiz sekin-astalik bilan. Lekin ular birdaniga nega bir joyga berkinib olishadi? Shunisiga men tushunmay qolyapman. Nimaga ular bir joyga berkinib olishyapti? Lekin bu bizga ancha yaxshi degani, sababi biz ularni uncha qiyinlik tug'dirmaydi ularni topish. Bu bizga ancha yaxshi degani. Hozirda do'stlar, bizda o'ylab chiqdim, faqatgina bizda 3 ta YouTuber qoldi. Bulardan ikkitasi ingliz, ya'ni ikkitasi chet el Minecrafterlari, bittasi esa O'zbekiston Minecrafter, ya'ni O'zbekiston auditoriyasi tanigan Reker qoldi. Xo'p, mayli, biz endi qidirishni Yo, Mr. Beast va Speed Silver. Yo, mening eng yoqtirgan youtuberim bu Speed Silver bo'ladi. Favorit men uchun Speed Silver chetlardan. Yo, do'stlar, mana o'zim ko'rganlarda biz birdaniga o'sha ikkita, ya'ni bo'ldi o'sha chet el Minecraftlari bu challenge bizdan qilishdi. Faqat biz hozir Rekerni qidirib topsak bo'lgandi. Hozir esa biz yana qidirishni davom ettiramiz. Hech narsaga chalg'imagan holda albatta. Xo'p, mayli, biz ketdik. Endi Reker brat, qattasiz Rekerni topsak bo'lgani do'stlar. Bu challengeimizda yaqqol ko'rinib turibdiki, bu challengeimizda O'zbekiston Minecrafterlari YouTube chiqdi. Kommentariyada ham yozib qolib, yo, Reker bo'ldi. Rekerni ham topdik do'stlar. Yo, bizil. Eng qiziq, ular qatdan tushmaganimni men tushunmadim. Yerni qasib, yo, Reker, yo, tabriklayman, siz O'zbekiston sha'nini oqlab, ya'ni bu challenge'da birinchi bo'lib O'zbekiston Minecrafterlar, ya'ni O'zbekiston sha'nini oqlab, O'zbekistonda birinchi bo'lib challenge videomizda yutdingiz. Va do'stlar, birinchi challengeimiz, ya'ni birinchi haftaligimizda birinchi bo'lib O'zbekiston Minecrafterlari challengeimizning final qismiga chiqadigan bo'lishdi. To'g'risi, obunachilar, bunaqa kontentlarni qilish juda ham qiyin bizga hozirda. Shuning uchun kelinglar do'stlar, videoning oxiriga kelganda hammamiz birganiga pastga tushib, hozirroq pastga tushib, like bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'linglar, sababi biz bunday kontentlarni juda ham ko'p qilmoqchimiz. Shuning uchun hozirroq pastga tushib, bizga kichik bo'lsa-da motivatsiya yoki kichik bo'lsa-da yordamingiz tegish uchun hozirroq pastga tushib videomizga like